يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetlik Müslüman birodarlarimiz, bu qatimki ders programımızga yine hoş kelibsizlar. Bu qatimki dersimizniki asosiy mavzui namozniki sifatlari. Yani namazniki shakli. Bunun ustida to'xtalamiz. Oldingi darslarda namozniki tashindagi farz va ichidagi farz shuningdek vojiblarning ustida to'xtalgan edik. Endi bu hozir to'xtalganimiz mana vojib, mana farz, vojibdan boshqa namozning ichidagi sunnatlarniki ustida to'xtalamiz. O'tgangi darsimizda namozniki shartlari, ya'ni namoz o'qishdan burun uni qilmasa qat'iy bo'lmaydigan, uniki bir qilib qolsa namozniki bo'lmaydiganliginiki ustida, ya'ni namozniki tashindiki farzlarniki ustida to'xtaldik. Bu 6 bo'ldi. 7 xil deganlar bor. Ham uningdagi keyingi darsimizda namozning ichidagi farzlarniki ustida to'xtaldik. Bu 7. Ham uningdan keyin namozniki vojiblarininki ustida to'xtaldik. Bu namozniki vojiblari mana bir qancha bo'ladiganligini ustida to'xtaldik. Hozir ham to'xtaldigimiz namozniki sunnatlari yoki mustahablarniki ustida to'xtalamiz. Endi namozniki farz shu 14 farzdan, yani ichki va tashqi bo'lib, shu 14 farzniki bir farz qilib qolgan bo'lsa, mayli unutilib qilmabdiq, qilib qilibdi yoki sahvan yo xatolik, bunda bir sababdan ashundaq to'xtalgan bo'lsa, qilib qolgan bo'lsak, u namozimiz namoz bo'lmaydi. Uni qoidadan o'qishimiz kerak. Endi namozdagi vojiblari, o'tgangi darsimiz degandek, namozning ichida 10 necha vojib ahkam, ya'ni qiliqlar bor. Shu vojib qiliqlarniki ichidan, shu vojiblarniki ichidan bir vojibni yo xatolik yo unutilib qolib deganidek mushunda qilib solgan bo'lsak, u chog'da bu vojibni agar salom bermagan bo'lsak, namozni ichib ketmagan bo'lsak, mana sahvi qilish orqali u namozimiz komil, mukammal bo'ladi. Bu asos bu, ya'ni farz ham vojib. Endi vojib kelgan amalda agar u odam bir shu vojib bo'lgan amallarniki birsini u odam qilolmabdi, yo unutilib qolibdi, namozni ichib ketib salom beribdi, ichib ketibdi. Namoz. Ammo salom berishlik oraliqda u odam yo'lda kechgan bo'lsa, o'shan o'zida mana sahvi qilib namozni to'liqlaydi. Mana buningdan boshqalari hammasi sunnat bo'ladi. Sunnat. Ya'ni sunnat degani, ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamninki hadisi orqali mana bekitilgan sunnatdir. Bekitilgan qiliqlarning hammasi mana sunnat bo'ladi. Undan bo'lgandan keyin mana namozniki tashqi va ichki tarafidagi farzlari ham vojiblari bu asos bo'lgandi. Uning boshqalari sunnat bo'lgandan keyin bu namozniki asosiy markazi farzdan iborat bo'lgan bu 14 xil mana bu faoliyat, ya'ni qiliq namozning asosiy farz bo'ladi. Bu asosiy, ya'ni durust bo'lgan bo'ladi, ya'ni shakl, odati turish. Namozniki vojiblar 10 xil bo'lsa 12 xil,
bu namazın sünnetleri oldu, vacipleri oldu, bu namazdaki ikinci türükleri boğan buludu. Onu da kalganları namazniki farz yoki vacip bo'lmagan ekan, u sunnat ya mustahab bo'lgan bo'ladi. Namazniki chiroyli ko'rsatish shakldagi bir odati bo'ladi. Shuning uchun biz endi namazniki farz ya vacip ekanligidan hamma tarafdan buniki namozniki farz yoki vacip ekanliginiki mana Qur'onda uniki hukmi sabit bo'lgan ekan, ondan hech qanday bir olimlarniki bu to'g'rida hech qanday bir o'xshamaydigan ko'z qarash yo'q. Hammasi bir ittifoq, ashuna keliklik. Ammo sunnat masalasi kelgan vaqt o'zida sunnat shu farzlardan, ya'ni ziyoda bir xil faoliyat bo'lgan ekan, agar bu faoliyat, ya'ni u asos shu farz bo'lgan ekan, bu farzni texmi chiroyli, texmi go'zal, texmi obdan, texmi puxta qilish uchun mana sunnatga bog'liq qildi. Sunnat orqali shu ya'ni 4 turk, ya'ni 6 turk degan bu asos markaz, ya'ni bu qoyim bo'lib o'rtirib bo'lgan ekan, uningdagi narsallari, masalan, o'yniki 4 tam turklar bo'ladi. Buni to'xtatib bo'lgan ekan, u tamga masalan lay qilamizmi, masalan gash qilamizmi, yeni bir narsa qilamizmi, uningdagini qilamizmi, bu suvaqlari va undan boshqa o'yni tuzash va hokazo ishlari mana o'yninki tashqari, ya'ni ush bir narsa bo'ladi. Biz hamda o'yni to'xtatib bo'lgan ekan, uningdagi hamda ishlarimiz har bir odam o'ziniki ixtiyoriga qarab, o'ziniki turmush odati va havisiga qarab, u odamlar mana namozni, mana o'yni shu shaklda tuzaydi, ziynatlaydi. Shuningdek namoz farz, vacip, asos bekitib bo'lgan ekan, uningdagi kelgan, uningdan boshqalari hammasi sunnat bo'lgan ekan, sunnat mana payg'ambar sallallohu alayhi vasallamningki hadis sabit bo'lgan ekan, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mana sahobalarga, shu tunji qatdan musulmon bo'lgan kishilarga namozningki farz ham vojiblarini aynan ochiq oshkora o'rgatgan va uningdan boshqa qiliqlari, masalan sunnat, mustahab qatorliq bu qiliqlarni har xil shaklda bo'lgan. Biz endi namozningki sirtidagi shu sifat, ya'ni sunnatlarning ustida to'xtalamiz. Shu payg'ambar alayhisolatu vasallamningki namozni kishilarga o'rgatish jarayoni ham bosqichi bir qancha xil bosqichlardan tarkibchi kelgan. Ya'ni bir qancha bosqichni boshda kechirgan. Shuningdek sahobalar mu payg'ambar alayhisolatu vasallam o'qitgan ham ta'lim bergan shu namozni uni bilib olishda ham o'qib olishda, ya'ni bir qancha xil shunday shaklda ham bilib olgan, ham tushunib olgan. Bu sahobalarning lekin o'zidagi kishilarga o'ziniki ko'rginni ham bilginni shu orqali anadikin uningdagi kiki tabiinlarga buni tushungan ekan, buni uqtirgan. Ya'ni bizning ma'lum, ya'ni bir ustoz bir qancha masalan shogirdlarga dars bersa, mayli maktab, universitet yoki madrasa bo'lmasin, hammasi o'xshash ustozning gapini bir ulgucha bir xil tushib ketadi. Buni yo'q. Unda o'g'andikan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamningki mana payg'ambar alayhisolatu vasallamdan rivoyat qilgan bu sunnat mana har xil shaklda bo'lgan. Ham uni ustiga mana sunnatni, mana hadisini to'plash ishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vafot bo'lgandan keyin 100 necha yildan keyin, masalan Imom Buxoriyni olsak, hijriyninki 150-yili atrofida tug'ilgan. Uningdan keyin Imom Muslim, uningdan keyin Imom Turmizi, masalan Imom Abu Davud, Nasai, Ibn Majah, Imom Tabrani va Imom Ahmad va uningdan boshqa masalan Imom Tahaviy va Imom Abu Hanifa, Imom Shafi'i degan olimlarning har birisiniki o'z oldiga yozgan kitob va bu mana hijratniki 1-2 asrdan keyin yozilgan. Unda o'g'andagi bu orliqda sahobalarningki har xil ko'rgan, ham tabiinlar buni anglagan. Shunga bu namozningki bu sifatlari, ya'ni sunnatlarningki ustida har xil, ya'ni shunday shakl rivoyatchi qilingan. Masalan, alaylik namoz hozir birinchi bo'lib hamda biz namozning sirtidagi farz, ichidagi farz ham vojibni ustida to'xtaldik. Biz hamda namozningki bosh tarafida, ya'ni shaklning ustida to'xtalmoqchi.
Bununki nemisi misal qilib olsak, mesela qo'l ko'tarish masalasi bor. Qo'l ko'tarish masalasi, mana gap etsak, mana payg'ambar alayhisolatu vasallamdan rivoyat qilgan bir qancha hadislarda payg'ambar alayhisolatu vasallamningki mushu takbir, tahrima qilgan vaqti o'zida, quloqqa qilgan vaqti o'zida o'zining qo'lg'ini mushu, ya'ni quloqningki yumushq kayichi ko'targanligini sahobalar ko'rgan. Buni rivoyat qilgan, buni rivoyat qilgan sahobalar bir qancha bo'lgan. Ham shuningdek, mana payg'ambar alayhisolatu vasallamningki mushu namoz o'qigan vaqti o'zida qo'lini mo'risi kayicha ko'tardi degan rivoyatim bir qancha rivoyatlar bor. Ham payg'ambar alayhisolatu vasallamningki mushu namozni boshlagan vaqti o'zida qo'lni ko'tarish masalasi va uningdan boshqa har xil shaklda rivoyat qilingan. Anda bo'lgandan keyin bu rivoyatga asosan bir odam qo'lini, mesela qo'lini takbir qilgan vaqtda qo'lini o'ttirib ko'taribdi, yoki bo'lmay quloqniki yumshoq yerga tekkizibdi, yoki bundoq qilibdi, yoki bundoq qilibdi, yoki bundoq qilibdi. Qan bo'lsa mana har biri payg'ambar sallallohu alayhi vasallamningki hadisida rivoyat qilgan bir hadis. Bu bir sunnat. Anda bo'lgandan keyin qaysi bir odam mushu shaklda rivoyat qilgan bo'lsa, namoz bo'laverdi, mundaq qilamdi, ya mundaq ko'taramdi, ya mundaq ko'taramdi. Bundan hech qanday bir narsa yo'q. Ammo eng muhim bo'lgani farz bilan vojib asos bo'lsa qolgan bir sunnat. Anda bo'lgandan keyin bu sunnatga asosan bir odam bundaq ko'tarib qo'lini tekkizib, ya o'xshash, ya mo'riga, ya mundaq ko'tarsa, o'xshash sunnat bo'yicha amal qancha bo'laverdi. Bunida bir-birisi xato ketgani yo'q. Her bir adam şu namazı ki şu sünnet şekilde kılgan bolsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki kılgan şu sünnetke emel kılgan buludu. Bunu olan birlikte anladıyken bir adam şunu olan bundaq bir kol götürüp gitdi. Mesela kolunu kulluk yetkisipti bizim vatanlarımızın bu rayollarımız gidek. Endi bunu götürüp apır bin bir adam bundaq kıptı. Bundaq kılış arkalık işke taraf bir-birisini set görüşke, bu sebepten bir-birisini hakaretlişke, kemsitişke bulmaydı. Eğer o adam kolunu mındaq götürdükken bu bid'at, ya ki mındaq güldürürken ya bu hata, dep bir-birisi set gördüğün şey olsa, çünkü her işkelisi sünnet. Her işkelisi sünnet olgandayken o adamninki imanı muhtazasıga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemninki sünnetini set görgenlik oldu. Şunun için qaysi kim bolmason iş qilib qo'lni ko'targan bo'lsa, ya mundaq ko'tarsin, ya mundaq ko'tarsin, durustcha bo'laverdi. Bizning rayonlarimizda umumyüzlük, yani bizdeki rayonlarimizda bo'layotgan qo'l ko'tarish masalasi, bizningki olimlarimiz şu Peygamber aleyhissalatu vesselam'da rivoyat qilgan hadisninki Peygamber aleyhissalatu vesselam qo'lini mushu quloq hikoyachi ko'tardi deganni asosiy tarjih qilgandan shu xil tushunch, şu xil mazmunga asoslanib namoz o'qigan vaqti o'zida bir odam qo'lini quloqininki uttirgan, ya'ni qo'lini uttirgan degan ekan, buning egis pas bo'lib qolamdi deb shu olimlarimiz ham hadisdimi shu shaklda bo'lgandan keyin quloqi takson degan umum mazmunni bundaqcha bekitgan. Biz bunichi bundaqcha tushunish uchun kerak. Undan boshqa, masalan, biz hozir sunnatning ustida to'xtalyapmiz. Masalan, undan boshqa şu kolunu takbir etip kulak kıkıp boğandan keyin kolunu koyuş meselesi var. Kolunu bazılar mundaq koydu, elhamdülillah vakitte, bazılar mundaq koydu. Bazılar kendiniki takdide mundaq koydu. Yine bazılar bundaqça o koydu, yani kolunu iki tarafki taşlap o koydu. Hemmisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki hadisde rivayet kılan asasçı var. Her bir kılık bu namazın sünnet olgandan keyin namazın farzı tamam. Namazı farzı tamam bo'ldi, ama sünnet meselesi. Sünnet meselesi olgandan keyin bir adam qo'lini kindining taxti qo'yamdi, to'piga qo'yamdi, bundaq qo'yamdi, yoki qo'lini tashlab bundaq qilamdi. Mesela Maliki mazhabda Shimoliy Afrika, mesela Jazoir, Tunis, Mag'ribiston qatorliq bu yerki musulmon xalqi Maliki mazhabni asos tutgan bo'lgandan keyin bular namoz o'qigan vaqt o'zida qo'lini shunda ko'tarib quloq qilib bo'lgandan keyin mundaq turdi, bundaq turmaydi. Hanifi mazhabda Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın hadisinin ko'pinchasida mana asos qo'lini Peygamber aleyhissalatu vesselam o'ziga kindiniki taxti qo'ydi degan rivoyat asos qilgan bo'lgandan keyin buni cho asos qilib tutuqliq
Hanbali, Şafii mezheptikilerninki İmam Ahmed'in bir mezhebi bir rivayette asas bunda kılışın asas tercih kılgan bunu çok gözde tutkan. Şunun için bizdeki rayollarımızdan namaz ne? Yani bu şekilde okup şu şekil yani Hanefi mezhepteki göz karşını asas tutkan halette kulunu kendiniki tehdige koyuş bu namazdaki bir sünnet. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'nınki bu doğruda bir qancha xil rivoyat qilgan sunnatiniki qo'liniki tahdida qo'ydi degan sunnatga asos tarjih qildiki shu davrning o'zida. Ya'ni buningdan 200 yil burungi gap endi. Shu chog'da olimlar mush Arab yarim oroli, Iroq, Suriya va Misr qatorliq yerda va Iron qatorliq yerdagi musulmonlar shu chog'da hadis to'plash, hadisdagi qandoq holatda o hadisni qabul qilish degan shunda bir ish avjog'i. Shu chog'ning o'zida mana siyosiy har xil iqlimlik qalaymiqonchilik va e'tiqodiy tarafdan bo'lgan har xil bid'at, xato e'tiqodiy shundan mazhablar shu chog'da maydon kelgan. Bu chog'ning o'zida Shia, Ravofiz, Qadariya, Mu'tazila, Jabariya deganidek mushundoq ozg'un misol Shia, Alavi degan mushundoq firqalar borliq kelgan. Unda bo'lgandan keyin har biri o'zidagi mazhabini yo'qlatish, o'zidagi mazhabini asos qilib bekitish uchun har bir guruh Payg'ambar Alayhissalatu Vassalamdan hadisni rivoyat qilganni oldiga qatorga chiqargan. Shunda bir davrda olimlarimiz Imom Buxoriy, Imom Muslim, Imom Turmizidek olimlarimiz chiqib bu hadisni qandoq holatda kimda rivoyat qilgan, qandoq kishidan buni tadqiq chiqib har bir kishining ustida tarjimoli, o kishiniki axloqi, muomalasi, e'tiqodi deganidek hamma narsa tekshirib chiqib, kimdan hadis rivoyat qilsak bu to'g'ri bo'ladi, kim omonatga xiyonat qilmaydi, kim yolg'on gap qilmaydi deganligi bir qancha shartni qo'yib, ana hadisni rivoyat qilgan. Bu davrning ustida olimlarimiz Imom Azam, Imom Shofiy, Imom Ahmad va Hanbali, Imom Sufyan Savri, Imom Ibn Uyayna qatorliq Ibn Musayyab, Said Musayyab deganidek mushundoq olimlarimiz mana shu chog'da chiqib, buni asos Qur'onga tatbiqlab, hadisni har bir kishi o'z loyiqidan rivoyat qilgan, o'zi yetib kelgan hadis asos qilib, mushundoqcha bekitgan. Ya'ni namozdagi sunnatlarniki o'xshamasligi bu sababdan chiqqan. Har bir qism bu to'g'richa qon bo'ladi. Masalan, namozni vala dalin degan vaqt o'zida amin deyish vojib. Vala dalin degandan keyin amin deyish vojib. Ammo şu aminni üllük deyish kerakmi yoki maxfiy deyish kerakmi? Mana buningda mana Payg'ambar Alayhissalatu Vassalamning qon rivoyatda ikki xilcha rivoyat bor. Bir rivoyatda Payg'ambar Alayhissalatu Vassalam üllük dedi degan rivoyat bor. Yana bir rivoyatda, yana boshqa rivoyatlarda Payg'ambar Alayhissalatu Vassalam va Umar roziyallohu taolo anhu qatorliq sahobalarning rivoyatida mana Payg'ambar Alayhissalatu Vassalam duo mana aminni maxfiycha dedi deb bundaqcha rivoyat qilgan. Ya'ni demak, men bir odam aminni oshkor edamdi amin deb yoki amin deb ishidi demdi, bu har biri to'g'ri ishchi qanbo bo'ladi. Endi birsiga ekan. Namozni birinchi rakat o'qib bo'lgandan keyin ikkinchi rakat yoki ruku qilib rukudan bosh ko'targan vaqtda qo'lini ko'tarish bir sunnat, ham ko'tarmaslikmi uchun umi bir sunnat. Ham Payg'ambar Alayhissalatu Vassalamdan hem kötüydü deb rivoyat var, hem kötüymedi deb rivoyat var. Bunu asasen bir adam qo'lini ko'tiribdi, yine bir adam kötüymepti, her ikisi to'g'ri. Anda o'g'andagi sen kötüymedin, men kötüydim, seniki xato deb uni sat ko'rish, uni haqoratlash, kamsitish, uni tadqiq qilish u qat'iy durust emas. Agar unda qilib qolgan bo'lsa o odamning ash sunnatiga, ashunda qildi, men qilayotgan ishiningki g'ayri qon sunnat bo'lgandan keyin agar shu odam ashni sat ko'rib qolgan bo'lsa, Payg'ambar Alayhissalatu Vassalamningki sunnatini sat ko'rgan bo'ladi, dushman ko'rgan bo'ladi. Mana buni bilan u odamningki mana namozi, ya'ni bo'libmi iymoniga bir narsa demakchi ters. Shuningdek, mana eng yana o'xshamaydigan masala, endi bir odam namozda o'r turibdi. O'r turgan vaqt o'zida, masalan, qiyomda turibdi, masalan, putini yenidagi odam chaplabmada kirib o'ltiribdi. Kirib qiyomda turibdi. O'mi bo'ladi. Unda qilmay tuz turibdi. Har ikkalisi mana bu to'g'richa
bo'laverdi. Siz namoz o'qisangiz, ya qo'lni putingizni kerib, mundaq yeniq chaplab turing, yoki bundaqcha turing, har ikkisi o'xshash. Endi bizdagi bu rayonlarimizda, bizdagi O'rta Osiyo va bizdagi rayonlarimizda musulmonlarningki umumyuzlik mushu namoz sifatlari ham e'tiqodiy masalada ahli sunna val jamoa ahkam masalasida Hanifi mazhabniki asosini imkon bo'lgandan bunicho qilishimiz biz uchun muhim. Bizdagi shu quvvatqinimiz qo'limizni quloqni o'xshash ko'tarishimiz, qo'limizni qiyomda masalan kindini tahdidi qo'yishimiz, ham rukuda boshni ko'tarib qo'lini ko'tarmasligimiz, aminni maxfiy deyishimiz hammasi shu sunnatga uyg'un, hargiz shu xato emas. Hammasi shu to'g'ri. Bu to'g'rilik shu to'g'ri bo'lganligi uchun 10 asr, 1000 yildan yoqi bu ishlar davom bo'lib keladi. Bir odam bir yerga kirib amin duosini vaqirib, nima foydali? Yeni birisi bizga eng muhim bo'lgani, bo'libmi bizdek millatlarga ittifoqlik, barobarlik, birlik, inoqlik bek muhim. Bo'libmi musulmonlarningki o'ttirsida bek muhim. Musulmonlarningki birlik bo'lish, ittifoq bo'lish, inoq bo'lish, barobar bo'lish, hammasi uyu tashdek chin mustahkamcha bo'lish, bu har bir musulmon, har bir jamoat, har bir xalq, har bir ayolga farz. Bu namozdek bir farz. İttifaqlashish, birlashish, birlik kelish, bu bizningki musulmon xalqininki umumyuzlik gardinimizdagi bir farzcho bo'ladi. Bu namoz o'qigandek bir farz. Endi sunnat endi. Xo'sh, aminni uchiq deyish, vaqirash yoki maxfiy deyish, qo'lini mundaq ko'tarish, mundaq qilish bu sunnat. Sunnatni davol turib bir odam farziga qarshi chiqib farzni tark etsa, nima bo'lmoqchi? Ma'qul, bir masjidda bir odam, bir jamoat amin maxfiy deydi ekan. U yerga chiqib bir odam chiqib amin devaganning o'zi shu yerdagi musulmonlarningki namoz shaklida bo'lsa-mu, amin deb maxfiy deyish ittifoq ekan. Hammasi inoq ekan shu tarafda. Yeni bir odam ko'p amin deb vaqirab deyish u yerda nimani keltirib chiqardi? Bo'lgunchilikka keltirib chiqadi. İttifaqsizlik, büyülünüş, paçılaş bu narsaga keltirib chiqadi. Musulmonlarning o'ttirsidagi ittifoqlik, mu'minlarning o'ttirsidagi inoqlik, birlik, barobarlik qatorliq narsaga ziyonlik qiladigan har qanday narsa mana biz musulmonlarga nisbatan nima u? Harom. Bu haromni qilishga qat'iy bo'lmaydi. Haromni qilaman deb haromni qilib sunnatni ihyo qilishga bo'lmaydi. Bu farz bilan sunnatning darajasi hammamizga ma'lum. Sunnat, farzcho, farz. Unda bo'lgandan keyin biz bunda bir tushunga asosan namozdagi mushundaq, ya'ni farz, vojib o'tugida sunnat ahvollari hammasi afzal, ma'manda qilibdi, anda qilibdi deganlik hammasi sunnatdan iborat bo'lgan bircho amal. Bu sunnatga amalga tabi bo'lgan bu amallarning hammasini hech qanday bir olimlarimiz o'zining ijtihodiga, o'zining fikri, xiyoliga tayinib yozib chiqqan narsa keltirib chiqqan emas. Masalan, Imom Azamniki qo'lini bu yerga ko'tarsa bo'ladi deb u Hanifi mazhabdagi olimlarning bu ko'tarib chiqqanligi har bir olimning o'ziniki xiyoli emas. Buningki tayangan yeri hadis. Shuningdek, aminni maxfiy deyish desak bo'ladi deganing o'zidan bu Hanifi mazhabdagilarningki birinchi hadislarga qarshi chiqib o'z oldiga bundaq desang bo'ladi deganlik shu emas. Shu amin deyishni maxfiy deyish kerak deganligini shu olimlar shu hadisiga tayinib, hadisningki umumiy mazmuni, sanadi va uningki rivoyat shakliga qarab turib, ular anadagi menga nisbatan, ya'ni meningcha aminni maxfiy deganligiga rivoyat bir qadar ishonchlikda qiladi. Men shuni asos qilaman. Ana bo'lgandaki namoz o'qish vaqti o'zida bir odam, mayli imom bo'lsin, jamoat bo'lsin yo yolg'iz bo'lsin, aminni maxfiycho deyish kerak deb buni tarjih qilgan. Buni asoscho tanlagan. Shuningdek, masalan, aminni oshkor deyishini Imom Shofiy, Imom Ahmad qatorliq olimlarimiz mankaga rivoyat
Peygamber Aleyhisselam kan rivayet aminni aşkarı dedi diyen hadis bana nispeten bir kadar yani düşüncesi yüzünden ki. Sen ubdan dek kuşlukta kılıdı. Menimce aşkarı deyiş gerek, üllük deyiş gerek de bunu çoğu tallagan. Kolunu götürüşümüz şu, kolunu kıyamda kendinin tehdidi mi, üstüdü mü, ya mundah mı, ya bulmaydı Maliki mezhepli gidek kıyamda tuğa vakti mundah da turdu ola. Ya bundah mı? Her bir imam yüzü kılan keger rivayet asasen bunu çok tercih kılan. Her göz bu sünnet meselesi de biz birbirimizge ihtilaf kılışıdığan, onu unda kılışıdığan, ya bunda değişidiğan, unda kısak çok bulmaydı. Hem set görüş gibi bulmaydı. Bir adam bir yer kirip amini vakırap mescidi devasın iş kana payda gelmeydi ki fakat ziyan. Bu dünyada ziyan, o dünyada ziyan. Ne için ziyan? Bizdeki Müslümanlarınki ittifakı farz boğandiken bir adam çıkıp mescitte amide develişin yüzü uyadı cezmen karşı çıkalı, bölüş çıkalı. Büyülündü diyen gep, o cemaatin çıktı diyen gep, yani uyadı azdı diyen gep boğan buldu. Bu ahirde afirip anladı şeytan o adamı püylep, anladı ki onun da başka yeni bir iş ötüdü, ahir verip çoğun, haram iş kılıç sebep kalıdı. Bu dünyanın dağıda da ölgendiyken, bu ne için unda kaldık? Hemmisi toğra, hemmisi savapның üstüde. Siz bu yerde, bu aminde bu akırışınız, kolunuzu bunda kötürebilişiniz, namaz okuğa vakti bunda kılışınız, ne mi fayda aldınız? Mesela bu, bizdeki ağam paydamız, mene hemmisi Müslümanlar ittifak. Gayrimüslim boğan, bizni izivatkan, bizim müstemlik kıvatkan, şu kafir, şu ateistin ibaret olan şu kişilerin aldıdan, muşun mescitte bir yergen ama kalamay, muşundak amini vakırışıp dediğin bir de aşını, hatta şu işini bitirap kılışkandı, tağut, küfürünü kaşıklarıp bitirap kılman deyip bizden imani noktaları nezerimizde bu doğru mu? Bunu biz cezmen oylap bakışımız çok gerek. Kızık kallak çok, kınmasığımız çok gerek. Siz okuyan hadis, məlum derecedeki ya Sahih Bukhari, ya Sahih Müslim, ya ki sizin aldığınız bir parça kitap emas. Peygamber Aleyhisselam'dan şu Sahih Bukhari'deki rivayet kılınan, hadis kılıp yazılan kitaptan 15'ten 22 çok var. Siz okuyatkan, siz biliyatkan kitabınız fakat az. Şu an İmam Bukhari rahmetullahi aleyh yüzünki Sahih Bukhari'den ibaret olan bu kitabını mene 600.000 hadisten tallap yazdım deydimdi. Yani demek, yani 600.000 hadisi varken İmam Bukhari bildiğin, senediden tatip emri bildiğin, hemmeden bunu kıran. İmam Bukhari'nin ki bu hadis ilmide alim, imam ikkelli giden, reis ikkelli giden emmesi ittifak. Şundak durup İmam Bukhari, şu 102 Sahih Bukhari'nin 6.400 hadisi var bunun da, tehra ve hakeza, 7.400 hadis. Şu hadisinin ki 100'den 600.000 kan hadisini emmeni yazmayın, onun işçiden 6.000 hadisini yazıptı. Bu 100 diyen gep. Ne için bunda yazdığınız diye vakti 100'de 600.000 hadisini yazsam benim kitabımda yoğunap dedi ki. Şunun işçiden tallap çoğu 6.100 hadis tehrarı bilen tehrası 4.100 muj hadisini yazdım ama onun başka hadis hep kaldı deydemdi. İmam Müslim yüzdeki Sahih Müslim kitabını 500 netçimin hadisini tallap yazgan. İmam-ı Tirmizi 300 netçimin hadisi şu tallap yazgan. Biz okuyan kitap, köygen kitap, hadis kitabı uçu emez. Biz bu hadisin üstüde bunu tetkik kılışımız için Bukhari'den tatip, Sahih, İbn-i Huzeymi'yi kerçilik, İmam-ı Mevsali, Katarlık Taparani, İmam Ahmet, Musnad-i İmam Ahmet, Muvatta, Mani Asar İmam Tahavi'nin ki hem İmam Azze'nin Musnad-i İmam Ebi Hanife diğerledek açtık hadisini kendi daireci kürpekişimiz çok gerek. Bir hadisi bir kitap tutuvelik lan hemmimiz müşahede okşaydı desek çok bulmaydı. Şunun için eğer unda koydukemiz biz dindi çok hata ketken çok bulunuz. Şunun için bu alimlerimiz bu gapni her göz yüzünün ki hiyali, tefekkürü, yani bu namaz, ibadet, dini ibadet cihette yazıp çıkanı çoğu yok. Bu fakat bu ibadetini kandak kılış,
ne qanday shaklda qilish, qanday uslubda qilish, qanday bir usulda qilish, bu huquq faqat Allah va uningki elchisi bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi vasallamga xosdir. Bu ibodatning shaklini Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zining 23 yil hayotida so'zi, amaliyati, harakati, buyrug'i qilish orqali buni beketgan. Bu faqat huquq bu zotda. Uningdan keyingi zotlarda hech qanday bu shar'iyda bir odamni ibodatni andoq qilasiz, mandoq qilasiz deydigan ham huquqi yo'q. Qonun chiqarish, qonun bekitish faqat şu Allah Rasuluga xos. Hem Allah Rasuliniki bu qonun asas qonun bo'lgandan keyin bu qonunni tarmoqlashtirib, uni kengaytirish, jamiyatni kundi o'zgarib ketib qolgan, taraqqiy qilayotgan mushundaq hodislarga javob berish, mana shu olimlarimizning nemisi o ishi. Bu olimlarimiz anandan Qur'on, hadisniki umumiy mazmunini qarab, buni bilan usul bekitish orqali anadaki bu meselelerge cevap verdi. Bunun işi bu. Bunu da anladıkken bu alimla Yedis Kur'an'ın umum yüzük bu mezmuneden muşundak bir cuğlap melini ağan dikken her bir adam her xil ço mezmun düşen ço ilgi ço buludu. Bunu anladıkken bunu onda değişik ço bulmaydı. Şunun için bu sünnet bulup bu namazın işçideki sünnet meselesiga bunda bir doğru düşüncede karşımız ço gerek. Bir adam kolunu mundaq qılasın, namazda qiyam tuğanı mundaq turvasın, amını vaqırab duasın, hiç qanday bir narsa bo'lmaydi. Yelim mahbi degan bo'lsa, mahbi shu da'vasin. Shu adam ne yaşagan bo'lsa, shu mu bir shu aşağıdaki şu sünnet to'g'ri ish qilgan bo'lgandan keyin shu sünnet bo'yicha chiqsin. O adam aminni ülük degan yer beribdi. U yer berib amin deb ichdi deb olmay, u yerda shu ülük shu desin. Bir adam namazını bu yerde tuttuğu yerde okuptu. Şu bir devlet verip okup kepti. Bu adam şundak çoğu turvasın. Ama bizdeki rayullarımız, bizdeki yaşavatkan bu rayullarımız kandak şekil namaz okuyup bunu çoğu karısın şundak çoğu kılışımız gerek. Bunu da bizim ittifaklığımız, birliğimiz, hem beraberliğimiz biz için farz. Bunu gayri Müslümanlarınki aldı da onda resvalışıp bunda bechoralikka kelishga hargizcho sababchi bo'lmasligimiz kerak. Shuning uchun bunda bir ishlarga alohida diqqat qilishimiz kerak. Farz, vojib, sunnat, mustahabdan iborat bo'lgan ham harom, haloldan iborat bo'lgan bu ahkam masalasini biz aniq bir darajada ayrim juda aniqcha bilishimiz, shu aniq bo'yicha muomalacha qilishimiz kerak. Har sunnatlar va uning bilan kori yo'q. Her çoğu müstehaplar var, onun kar yok. Bu adam namaz kılgan vakti vakrab diveliş, kolunu mundak kıveliş, kolunu mundak kötürveliş, ya ki rukudaki mundak kötürveliş, bir adam amını vakrab diveliş. Bu bir sünnet icra kılan bulamdı. Her sünnet var, onun başka farz çoğu ahkamlar var. Her haram işler var, onun kar yok. Namaz okutkan kişilerle müştak eplişidan, bunda işlerden saklaşımız gerek. Bizdeki bu katemde dersimiz müşahitlik olsun. Yeni bir kata görüşüşe her birinin Allah'a emanet kıldık. Ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن هو الهادي